yerim bor-ku hozir. Tavba qildim men. Dalbiyo'p. Sen bir erkaksan-ku, jalab seni ko'tingga sikarmi bilan nima qiladi? Ko'timga siqadi, og'zimga beradi. Voy bilad, Gucci, sizdan ham zo'r olammi deyman bu. Yo, manda kasi yo'q, ishoni aziz. Manda kasi yo'q. Gucci'da og'zi sasiydi anaqa, Aziz aka. Shunisi bor. Atak bersa bo'laveradi. Og'zi sasi ko'p qo'tashinganda. Mani tishlarim Vener ozmisasi miydi. Voy, hayotda hozir ko'rdim-ku, og'zini sasiydi-ku. Tan ol. Qo'ysingchi, voy, faqat shu gapni gapiradi. Yoniga yaqinlashib bo'lmaydi buni. Bu ham bir shofda. Alam qilib ketyapti bunga bunda mana. Voy, men zoti paslar bilan gaplashmayman. Pastga tush, o'rningda bil. Voy. Mayli, Aziz aka, siz yaxshi ko'raman. To'yga o'tar. Davay. O'tar tuq. Ha ketyapsan, o'tar, ha ketyapsan. U shu yomon ko'raman dedi, men bloklaganman uni. Nimaga yomon ko'rasan? Nima senga nima qilgan? Bilmayman, yomon ko'raman prosta. Senga Ko'rolmaydi odam. Endi ko'rolmaydi. Endi bilmayman. Mendagi baxt, qarang, men chunki baxtli insonman. Mayli, meni ko'p pulim bo'lmasin. Qo'sha mashinalarim bo'lmasin, kvartira, uylarim bo'lmasin. Lekin meni baxtim erim borligi. Doim meni erim borligi. Shuni ko'ra olmaydi bular. Gucci'da Guli 3.55 ta bor, mashinalari bor, uylari bor, pullari bor, lekin ularda baxti yo'q, ularda siqadigan qo'toq yo'q, tushunyapsizmi? Shunda farqimiz bizda. Seni qanday baxting? Hozir sening ering bormi, yigiting bormi? Конечно, erim bor. Shunday aytaman, O'zbekistonda yashayapman men. Shunday aytaveraman, bemalol. Baqirib aytaman. Qayerda yashayapsan? Toshkentda yashayapman. Qayerda? Toshkentda Qo'yliqda lishna o'zimdan karopim bordi-ku, donatorim. Lishnimga kvartira sovg'a qilganlar. O'sha yerda yashayapman, massa qilib. Kara opang senga kvartira olib berganmi? Конечно, $30,000 podarka urgan. Urvilari zo'r, kvartira sovg'a qilganlar. Tem bo'li yana men biznes bilan shug'ullanaman. Koreyskiy, krem, har xil narsalar bilan shug'ullanaman, hozir sotaman shularni. Ishim yaxshi, Xudoga shukr, nolimayman. Senga ayollar yoqmas ekan-da? Am zotidan nafratlanaman. Menga katta qo'toq bo'lsa massa. Shimib, o'tirib, turib. Shu. Umarjon aka, salom. Umarjon aka, oqish bering aka, dafa jonim. Xursand qiling meni, bo'ling. Yuragim. Assalomu rahmat. Sardorga nimaga sevgi sorqib yuribsan? Sardor gangsterga. Aytdim-ku, bechora uylangani yo'q, yoshi o'tib ketyapti. O'shaga ikkinchi er qilmoqchiman. Eri bilan maslahatlashdim. Ering bilan maslahatlashdingmi? Da. Mayli, o'zingiz bilasiz dedi. Sardor jalab senga ko'tmidi u erkak uylangani? Yozishyapmiz hozir. Boraman 31-kunda yoniga. Qani ko'rsatchi yozishmalaringda? Qani? Fon qani? Bunisi o'tib ketdi. Короче, bu yoqda emas, u yoqdan olishim kerak hali. Ko'p narsani skrinshot qilmaganman. Lichkangizga tashlab qo'yamiz aka.
Короче, $200 anaqa olgan. Sovg'a olgan. O'shani pulini chiqarib yuborsangiz bo'lmaydimi desam, kelsang beraman dedilar. Ey dalbayo bular yolg'onni ham sikadi ya bular tavba. Nimaga yolg'on chaqiring savdoda. Chaqiring. Biletlarimga javob beradi yaqinda. Kutyapman seni bugun ertaga. Bo'ling. Voy mana. Bo'ling. Voy chala pizdes mashinistlar ya bana bro. PR qilishni sikishadi. PR qilishni sikas. Voy be. Ha, bo'ldi ha. Borib yuzidan o'paman-ku, video qo'yaman. O'shanda nima qilib qo'lingizdan nima keladi aytingchi? O'shanda ishonasiz. Bilasiz. Agar sen bilan Sardor ko'rishib, qo'l ushlashib, yuzidan o'padigan bo'lsang, jalab unaqa men do'stim yo'q jalab. Kechaman o'sha kuni ya bilan. Bu mana shu gap esingizda chiq. Qizlar hamma zapis qilsin gaplarini. Hamma zapis qilsin. Kechaman jalab, ishonur. Kechaman. Yuz ko'rmas bo'lamiz, yuz ko'rmas. Bir-birimizni unutamiz, tark dunyo qilamiz. Ishonur. Mayli, azza kayfingizga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. To'yda ko'rishamiz balki. Dalbayo tavba qildim.